Uyda hech kim yo'q. Keling, kiravering. Nima? Hozir boraman. Qanaqasiga? Buni oldingi obyektda ham shunday ishlatuvdik-a? Ey, nimaga ishlamayapsizlar? Og'zingdan chiqqan narxga ko'ndimmi? Ha? Men sizlarga vaziyatni tushuntirdim. 2 kundan keyin uyimga mehmon keladi dedim. Aytdimmi? Yo nima? Vaqtni cho'zib narxingni oshirasanlarmi, ha? Assalomu alaykum. Aka, vaziyat siz o'ylaganchalik emas. Biz uyingizga kelganimizda ayolingiz yolg'iz ekanlar. Uyda hech kim yo'q edi. Keling, kiravering. Unda Ilhom akani kutar ekanmiz. Voy, bemalol kirib ishinglarni qilaveringlar. Keling, ishni Yo'q. boshlayveringlar. Biz kutamiz, Ilhom aka kelishlarini kutamiz. Voy. Tavba qildim. Begona erkak ayoli bilan bir hovlida qolishi bu bizni odobimizga ham, vijdonimizga ham to'g'ri kelmaydi. O'zingiz bilasiz, ayol va erkak yolg'iz qolsa, uchinchi sherigi shayton bo'ladi. Shuning uchun siz kelmagunizcha boshlamaslikka qaror qildik. Alo, dadasi, qanaqa ustalar chaqirgansiz? Bular uyga ham kirishgan yo'q. Vaqtni sarflab o'tirishibdi. Ishi ham boshlash niyati yo'q bularni. Ertaga mehmonlarimiz keladi. Bunaqada qanday qilib ulguramiz? Nima? Ha, yoki bular vaqtni cho'zib sizdan ko'p pul olmoqchi. Hozir boraman. Sinmas burchakkalarni sifatli deyishgandi. Ustalarni ham mard va qadriyatli ekanligini ko'ryapman. Uzr yigitlar, menga dars bo'ldingiz. Kiramiz bo'lmasa. Xo'p, boshlaymiz.